alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hovuz. Biz Hovuz ziyoratgohidamiz. Bu jami masjid. Ziyoratgoh Sadu Said deb ataladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning avlodlari, ya'ni Saidlardan bo'lgan avliyo kishi bo'lgan. Islomda xizmat qilgan odam. Shu yerda vafot etganlar, shular maqbaralari. Mana shu do'nglik tarixga nazar solganda aytib berishlaricha bu qal'a bo'lgan. Shu Buyuk Ipak yo'li joylashgan hudud hisoblangan. Bu qal'ada karvonsaroylar joylashgan. Baxtiki bu yerda o'sha unum topganlar bu yerni karvonsaroy sifatida foydalanishgan va shu yerda ma'lum bir ilm o'rgatishgan. Bu yer Tojikistonga yaqin bo'lgani uchun Xo'jand bilasizlar, tarixda katta shaharlardan biri bo'lgan va ana shu yer Xo'jand bilan birga bog'liqlik joyi bor. Qo'shnichilik ming yilchilik. Oz tepaligi talab bo'lgan. Bu yoq dala. Bu tarafga qarab yangi yerga ketiladi. To'g'ri. Bu taraf Jizzax va bu taraf Xovos, Toshkent, mana shu tarafga qarab ketiladi. Bu tarafga qarab Tojikiston. Bu yoq Xovosobod mahallasi, bu yoq Karvonsaroy bo'ladi. Masjid Xovos tuman markazida joylashgan. Xovos jome masjidi. Xovos jome masjidi. Mahalla. Guliston. Bozor. Somsa.